Oshqozon osti bezini doimiy yallig'lanishi, ya'ni uni pankreatit kasalligi qandli diabetga olib kelishi mumkinmi? Bu haqida turli xil ilmiy asoslangan gipotezalar bor, ya'ni taxminlar. Klinik fikrlangan holatda doimiy yallig'lanish foni organi nafaqat qandli diabetga chalinishiga, balki undagi organik o'zgarishlarga, ya'ni undagi kistalarga yoki-da uni o'smalariga ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu doimiy surunkali travma hisoblanadi organ uchun. Demak, agarda siz o'zingizda surunkali pankreatit tashxisi qo'yilgan bo'lsa va oxirgi vaqtlarda bo'lsa, o'zingizda qandli diabetga xos bo'lgan dastlabki og'iz qurishi, terlashlar, asabiylik, shunga o'xshagan shikoyatlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, sizga quyidagi analizlarni topshirishingizni maslahat beramiz. Bu ovqatdan oldin va keyingi glyukoza analizi, insulin gormoni, C-peptid analizi hamda oxirgi 3 oy ichidagi glyukozaning qondagi gemoglobin bilan bir-biriga bo'lgan munosabatini tekshirish, ya'ni glikerlangan gemoglobin, oddiycha aytganda glikogemoglobin analizini tavsiya qilamiz. Sog' bo'ling.